Assalamualaikum dostlar. Ben bugün sizlerge seyyah mikroplar degan tekstni o'qib beraman. Seyyah mikroplar. Söyümlük dostlar, ben sizlerge mikroplar haqida ozroq so'zlab beray. Mikroplar net joylarni intayin yaxshi ko'radi. Meynat qo'llar mikroplarning eng yaxshi ko'rgan uvisidir. Mikroplar intayin kichik bo'lib, biz ularni ko'rolmaymiz. Ko'zlarimiz bilan ko'rolmaymiz. Ularni ko'rish uchun mikroskop ishlatimiz kerak. Chunki mikroskop bizga kichik narsalarni cho'ng'aytib ko'rsatib beradi. Mikroplar kir bo'lib ketgan eshik tutqichi va axlat sanduqida yashaydi. Lekin ular bek kichik bo'lgani uchun ularni ko'rolmaymiz. Ommaviy bog'chalarda har xil o'yinchoqlardami mikroplar bo'lishi mumkin. Ular bizning sog'lomligimiz uchun intayin ziyonli. Biz tomoq yeyishdan ilgari va keyin qo'llarimizni yuvmaganda mikroplar bizni yoqimsandirib qo'yadi. Mikroplar pokizlikdan intayin qo'rqadi. Qo'llarimizni so'pinlab yuvgan vaqtimizda qo'llarimizdagi mikroplar shu hamon o'lib tugaydi. Issiq suv va so'pin bilan yuvingan vaqtimizda badanimizdagi barliq mikroplar o'lib tugaydi. Sevimli do'stlarimiz og'ziga silib chiqargan kamput va sebzlarni yemasligimiz kerak. Ular mikroplangan bo'lib, bizni yoqimsandirib qo'yishi mumkin. Anam menga hamisha do'stlarim og'ziga silib chiqargan kamputni yemasligimni cheklandirdi. Men anam pokizlik haqida narsalarni anglab, ular qo'llarimizni har vaqt so'pinlab yuvib turaman. Shunday qilsam har xil kasallardan saqlanolmayman. Men sizlarga to'g'ri qo'l yuvish usulini ko'rsatib beray. 1. Ikki qo'limizni suv bilan namlab, qo'llarimizning olqinini so'pinlab yuvamiz. 2. Barmoqlarimizning orasini yaxshi ovlaymiz. 3. Qo'llarimizning dumbisini ovlaymiz. 4. Alqanlarimizni ovlaymiz. 5. Barmoqlarimizning orasini suv bilan pokiz yuvamiz. 6. Qo'llarimizning beg'ishlari bilan qo'shib pokiz yuvishni oxirlashtiramiz. Xo'sh.